Andijon shahri Jalabey mahalla Buyuk Ipak yo'li Qasr institutdan 300 metr ichkariga kirgan mahallada 4 sotlik kirib yashashga tayyor bo'lgan 7 xona, barcha qulayliklarga ega mahallada gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosi yo'q bo'lgan ushbu fayzli xonadonimiz sotuvini e'lon qilamiz. Sizlar bilan xonalarda bir chekkadan tanishib o'tamiz. Qani marhamat. Hovli uyimizga darvozaxonadan kirganda o'ng tarafda shunaqangi mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona, ya'ni zal qismi to'liq holda abo'y qilingan. Patolog qismlari bo'lsa natijnoy hamda gips kartonlardan kombinatsiya qilingan. Ko'rib turganingizdek pardalari ham zamonaviy holatda so'nggi uslubdagi pardalar qilingan. Pol qismi bo'lsa parket qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa o'zbekcha holatda mehmonlarni kutib olish uchun oyoq cho'zib o'tirishga mo'ljallangan xona. Devorlari emulsiya holatda, zamonaviy MDF eshiklarda. Hozirda ikkita xonamiz shu holatda. Sizlar bilan keyingi xonalarda tanishib o'tamiz. Darvozaxonamizdan kirganda chap tarafda bo'lsa shunaqangi shinam oshxona qilingan. Oshxonamizni ko'rib turibsizlar, mebellari ham chiroyli holatda. Bu yoqqa bo'lsa oilaviy, yaqinlar, do'stlar bilan kelib o'tirilganda ovqatlanib o'tirishga mehki zona qilingan. Ko'rib turibsizlar, zamonaviy hamda qulay tarzda. Hollarimiz bo'lsa to'liq holda parket, uni tagidan bo'lsa tokka moslangan holatda cho'pli pol qilingan. Patologlarimizga ham alohida e'tibor berasizlar. Gipsa kartondan o'zgacha dizaynda ustakalarimiz mehnat qilishgan ekan. Oshxona qismimiz shu holatda. Sizlar bilan keyingi zona spalniy zonamizni tanishib o'tamiz. Hovli uyimizga darvozaxonadan kirishimiz bilan chap tarafda o'zini spalniy zonasi birinchi qavatniki. Bu yoqda o'zini sanuzelariga ega. Ko'rib turganlaridek devorlari to'liq holda sifatli abo'ylar qilingan. Pollarimiz to'liq holda parketlari qilingan. Patolog qismlari bo'lsa gips karton hamda natijnoy kombinatsiyasida qilingan. Ko'rib turgan zamonaviy mebellaringiz hammasi shu xonada qolgan holatda sotiladi. Sizlar bilan keyingi xonalarda bir qator tanishib o'tamiz. Qani marhamat. Hovli uyimizda tashqi tomoni bilan bir qator tanishib o'tsak, devorlari to'liq holda travertin qilingan. Sokol qismlari bo'lsa zamonaviy kafellarda qilingan. Pol qismlari bo'lsa to'liq holda steyashkalar qilingan. Bu tarafda bo'lsa o'zini besetka, ya'ni so'rili zonasi mavjud. Orqa tarafda burchakda bo'lsa tashqi hojatxonasi. Sizlar bilan endi ikkinchi qavatdagi xonalar bilan tanishib o'tamiz. Qani marhamat. Ikkinchi qavatga chiqishda shunaqangi zamonaviy temirdan baryerlar qilingan. Bu tarafda alohida bolalar uchun yotoqxona qilingan. Xonamiz bilan bir qator tanishib o'tadigan bo'lsak, plastik akvaromlar qilingan. Devorlari to'liq holda abo'ylar. Patologlari gips karton qilingan. Ko'rib turgan mana shu mebellarga qo'shib sotilyapti. Pollari bo'lsa to'liq holda parket. Keyingi xonamiz bo'lsa kattalar uchun yotoqxona, o'zini alohida sanuzeli, unitazi, vannalari barchasiga ega. Devorlari abo'y qilingan, patologlari gips karton. Bu yerda ham shu texnikalar qo'shib beriladi, parketlari qilingan holatda. Ikkinchi qavatimizdagi balkon zona sizlar bilan oxirgi xonalarni tanishib o'tamiz. Bu yoq qismimiz bo'lsa 70% tayyor holatda, shpaklovka holatidagi kattakon zal qismi. Bu yoqda bo'lsa yana bitta alohida spalniy zonasi. Ko'rib turganlaridek plastik romlarda. Ichki qismini tanishib o'tadigan bo'lsak, to'liq holda yevro remontlari qilingan, patologlari gips karton hamda gulli oynalar qilingan, pollari parket. Ko'rib turgan barcha mana shu mebellaringiz qo'shib sotiladi. Hozirda oxirgi xonalarimiz shu holatda. Hozirda ushbu 2 qavatli 7 xona kirib yashashga tayyor bo'lgan, to'liq pishig'ishda qurilgan uyimizga zarurat yuzasidan zudlik bilan sotish ehtiyoji bo'lib qolgani uchun juda ham zo'r narx belgilandi. $92,000 sunnatiga oz-moz kelishadigan joyi bor. Mahallada aytib o'tganimizdek kommunikatsiyalar kelgan. Yurakchani qizartirib yaqinlarga jo'natib, izohlarda nasib qilsin deb yaxshi niyatlarni yozib ketamiz. Barchaga shunaqangi xonadonlar nasib qilsin, sog' salomat bo'lasizlar.